Qozog'iston Davlat bexatarlik komitetining sobiq boshlig'i Masimov davlatga xiyonat qilish jinoyati bilan qo'lga olindi. Qozog'iston Davlat bexatarlik komitetining shanba kuni bildirishicha, sobiq bosh ministr Karim Masimov payshanba kunidan boshlab tutib turilgan. Masimov Qozog'istonning tunji prezidenti Nazarboyevga yaqinligi bilan tanilgan. Shuning bilan birga Nazarboyevning bayonotchisi Twitterda bayonot e'lon qilib, Nazarboyevning qochib ketganligi haqidagi so'zlarning amaliyotga uyg'un emasligini, uning Nur-Sulton shahrida ekanligini va prezident To'qayev bilan aloqalashib turayotganligini aytdi. Eron Amerika armiyasining bosh shtab boshlig'i Mark Milley, Davlat bexatarlik idorasining boshlig'i Paul va markaziy qism qo'mondoni Kennis Makinni o'z ichiga olgan 51 nafar yuqori darajalik amaldorga embargo yurgizdi. Eron Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida yuqori darajalik harbiy qo'mondon Qosim Sulaymanni qaslab o'ldirishga qatnashgan, tashkillagan va mablag' solgan Amerika fuqarolarining jazo tizimiga qo'shilganligi o'tirib qo'yildi. Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan ikki Uyg'ur haqida bayonot e'lon qildi. Saudiya Arabiston hukumatining tutib turilayotgan Uyg'ur muhojir Hamdulloh Vali bilan Nur Muhammad Ro'ziga Xitoyga o'tkazib berganligi oshkorlangandan keyin muhojiratda kuchli qo'zg'ol qo'zg'agan edi. Bayonotda umr qilish uchun borgan bu ikki Uyg'urning 2020-yil 11-oydan buyon tutib turilayotganligi, ularning salomatlik va bexatarlik ahvolining, shundaqla Xitoyga topshirilish xavfining Uyg'urlar orasida ansizlik paydo qilayotganligi ta'kidlandi. Igilanicha, Rossiya prezidenti Putin bilan Qozog'iston prezidenti To'qayev telefonlashgan bo'lib, ikki rahbar Qozog'istonda tartibni asliga keltirish tadbirlari ustida muzokara olib borgan. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministrligi Qozog'istondagi vaziyat tufaylidan Olmuta bosh konsulxonasi xodimlarining o'z ixtiyorligi bilan chegaradan chiqishiga ruxsat qildi. Xabar qilinishicha, Norvegiyada Xitoy virusi sababli ta'minot kamchil bo'lganlikdan askarlardan vazifa o'tash jarayonida ishlatgan ichki kiyimlarini sapdan ayirganda topshirib berish talab qilingan. Norvegiyada 19 yoshdan boshlab ayolning harbiy majburiyat o'tash majburiyati bor bo'lib, har yili taxminan 8000 odam qabul qilinadi. Qozog'istondagi voqealarga baho bergan Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning so'zi Rossiyani g'azablantirdi. Blinken Qozog'istonning Rossiyadan yordam talab qilishi to'g'risida ruslar uyingizga kirgandan keyin ularni chiqarish nihoyatda tez dedi. Rossiya Blinkenning so'ziga kechikmasdan javob qaytardi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerika uyingizga kirganda yashash va bulonchilikdan saqlanishni tez dedi. Xabar qilinishicha, Xitoyning g'arbiy janubidagi Chongqing shaharlik hukumatning Wolong rayonidagi ommaviy binosining ishxonasi bo'ligida tunugun yuz bergan portlashda hayotidan ayrilganlarning soni 16 ga, yaralanganlarning soni 10 ga yetgan.